Ko'pincha ipek kadifelarini yonini qaytarishimizda bitta qaytaramiz va buni bitta qaytargan vaqtimizda overlock qilishimiz kerak bo'ladi. Har bir ipek uchun 4 ta ipni bilasiz, overlockda 4 ta ip ishlatiladi. 4 ta ipni almashtirishga bizlarda возможность bo'lmaydi. Shuning uchun sizlarga hozir buni ham oson usulini ko'rsatib o'taman. Ipakimizga o'ziga mos rangda bo'lgan HB kasabekalarimiz chiqqan. Mana shundan foydalanamiz. Bu yuvganda ham sifati o'zgarmaydi, yaxshi kasabekalardan. Mana shu kasabekamizni qo'yib tikib olamiz. Mana qizlar, kasabekamizni tikdik. Endi buni kerakli razmerda qaytarib olamiz, yon va etak qismlarini va yana chop urib olamiz. Ichkari tarafdan ko'rinishi mana bu holatda bo'ladi. Mana bu yon choki, bu etak choplari. Bitta qaytarib mana shu holatda qoldiramiz. Ma'lumotim juda ham oddiy, lekin sizlar uchun qanchalik foydali bo'lganini kommentariyada yozib